Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli görürmenler. İstiklal gündelik haberlerini görüşünlerinin kızgın karşılayımız. Ben Abdullah Yalğun. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya gün tertibiyle alakadar en mühim haberlerini huzuruna sunumuz. Qanamsızlı qıtanlar ekranımız olsun. Xitay atalmış konu örf adetlerini özgertiş namida hareket başladı. Atalmış Uyghur Abdunum Rayonluq Siyasi Kengash 2025 yıllık planida irqiy qirg'inchilik siyosatiga ishorat qilib, atalmış her millat ommasının konu örf adetlerini o'zgartishini ilgari surish, zamonaviy madaniylik ideyasini kundalik turmushga singdirishga turtki bo'lishni bu yillik siyosiy kengash harakati qilib bekitgan. Tangratog' to'rining xabar qilishicha 19 fevral atalmış Uyghur Abdunum Rayonluq partiya komitetining tasdiqlashi bilan siyosiy kengashning 2025 yillik kengashish plani bekitilgan. Mazkur planda atalmış Uyghur Abdunum Rayonluq partiya komitetining maxsus temadagi hokimiyat ishlarini muhokama qiladigan doimiy komitet yig'ini, maxsus temada kengash yig'ini, oylik kengash suhbat yig'ini, yiroq masofalik kengash yig'ini qatorliq shakllardan foydalanib, atalmış millatlar ittifoqligini kuchaytirish, Xinjiangni madaniyat orqali oziqlantirish, Sharq Turkistonni Xitoy uchun a'lo sifatli dehqonchilik, chorvachilik mahsulotlari muhim ta'minot bazasi barpo qilish kerakligi ta'kidlangan. Xitoy rejimining kengashish plani bo'yicha bu yil atalmış Uyghur Abdunum Rayonluq siyosiy kengashi yana tunji qadim yiroq masofalik kengash yig'ini echib, dehqonchilik, chorvachilik rayonlaridagi har millat ommaning konu örf odatlarini o'zgartishini ilgari surib, zamonaviy madaniylik ideyasini kundalik turmushga singdirishga turtki bo'lish qatorliq terror siyosatini ijro qilishni muhokama qiladi ekan. Xabarda yana kengash planining konkret amaliylashishiga kafolatlik qilish uchun atalmış Uyghur Abdunum Rayonluq siyosiy kengash tashkiliy rahbarligini kuchaytirish, yuzturani ko'rishish, arlab tuyuqsiz ziyorat qilish, savol qog'ozi tarqitib tekshirish, mutaxassislardan foydalanish, statistikalik tahlil qilish qatorliq usullarni qo'llanib, atalmış har millat ommasining konu örf odatlarini o'zgartishini ilgari surish, zamonaviy madaniylik ideyasini singdirish kerakligi ta'kidlangan. Xitoyning bu yil 5-ida o'tirg'a qo'yilgan 2025 yildagi planlarida Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilikning uzluksiz davomlashadiganligiga ishorat qilingan bo'lib, jumladan yangi bir yilda atalmış Junxo millati o'rtaq gavdasi qurilishini asosiy liniya qilish, atalmış terrorlikqa qarshi turish, muqimlikni qo'g'dashni doimlashtirish, Xitoy rejimining atalmış Xinjiang xizmatida ig'ib ketmaslik, dinni xitoychilashtirishda chang turish, chegara ichi sirtidagi ommaviy fikr yo'nalishiga yetakchilik qilishni kuchaytirish, Sharq Turkistonga aloqador tashqi kurash iqtidorini o'stirish qatorliq terror iboralari alohida ta'kidlangan edi. Gerçi Xitoy irqiy qirg'inchilikni inkor qilayotgan va butun dunyoga Sharq Turkistondagi vaziyatning normallashganligidek saxta vaziyatni ko'rsatishga urinayotgan bo'lsa-mu, biroq Xitoyning bu qatim o'tirg'a qo'yilgan atalmış ommaning konu örf odatlarini o'zgartishini ilgari surish planlari irqiy qirg'inchilikning assimilyatsiya siyosatining Uyg'urlarning madaniyatini, an'ana örf odatlarini yo'qotish, vayron qilish jinoyatlarining davomli qattiq ijro qilinadiganligini ko'rsatib bermoqda. Muhaciratdagi Uyg'urlar ona til kunini alohida xotirladi. Xitoy Sharq Turkistonda Uyg'ur qatorliq turkiy xalqlarining til yoziqini cheklab, Xitoychini majburiy tinglayotgan bir vaziyatda dunyoning har qaysi joylarida yashayotgan Uyg'urlar ona til maktablari dunyo ona til kunini har xil usullar bilan alohida xotirladi. Jumladan Tangnuri ta'lim-tarbiya markazi 22 fevral Istanbulning Fatih rayonida ona til kunini xotirlash faoliyati o'tkazdi. Faoliyatda o'quvchilar ona til, vatan, millat sevgisiga to'yingan turli numurlarni ishtirok qiluvchilarning huzuriga sundi. Faoliyat yana Tangnuri ta'lim-tarbiya markazidagi o'qituvchilarning xizmatlari taqdirlanib, hadiya taqdim qilindi. Undan boshqa Sutuq Bug'roxon ta'lim-tarbiya markazining Konya sho'basimi 21 fevral Konyada dunyo ona til kunini xotirlash faoliyati o'tkazdi. Faoliyatda Uyg'ur o'smirlari rangarang numurlari bilan ona til sevgisini ifodaladi. Siz şu Tangnuri merkezininki qurg'uvchilaridan biri bo'lib o'sibdingiz bilan yosh o'smirlarimizga nisbatan mushkil faoliyatlarninki qanday ahamiyati bor deb o'ylaysiz? Rahmat. Ana til bayan bir ustozing deb o'tib ketgandek bizningki yenimizda ko'tarib yuradigan vatanimiz, yanchig'imizdagi vatanimiz. Ben bu iborani yaxshi ko'rdim.
Balalarımızga müşunda faaliyetlerini orlaştırış arkalık hem tarihimiz, hem kimlikimiz, hem tilimizin ehmiyetini ve onu yokutup koyuşunun katli bulmaydıqallıqını yokutup koyupla emas da bunu kilecek üçün mü terakki kıldırışımız ve saklap kalışımız için intayin mühimliğini özlerinki orunluğun programmaları ve dostunun orunluğun programmaları ustazlarının ögetkenleri arkalık takım çoğunkur düşünüp onunla ilgi çıkıdığalardan buluşqa nait yaxşı türkülük ilham buludu da qarayman. Xitoy elchisi Suriyaning yangi rahbari bilan ko'rishdi. Xitoyning alohida elchisi Suriyaning yangi rahbari Ahmad Shar bilan ko'rishgan bo'lib, bu ko'rishish Asad ag'dirilgandan keyingi tunji qatim Xitoyning Suriya yangi rahbari bilan ikki taraflik uchrashish ekan. Janubiy Xitoy Sahar pochtasi gazetining 22 fevral xabar qilishicha, Xitoy Bashar Asadni izchil qo'llagan bo'lib, o'tgan yil dekabr oyida Asad hokimiyati ag'dirilgandan keyin Damashqdagi Xitoy elchixonasi bulang-talang qilingan. Suriya davlat axborot vositalarining juma kuni xabar qilishicha, Suriyaning yangi prezidenti Ahmad Shar Bashar Asad ag'dirilgandan keyingi tunji qatim oshkora holda Xitoy elchisi bilan ikki taraflik uchrashgan. Bildirilishicha, Asadni qo'llagan Xitoy Asad hokimiyati yiqilgandan keyin Damashqdagi Xitoy elchixonasi noma'lum kishilar tomonidan bulang-talang qilingan. Suriyaning yangi hukumati yana chet ellik mujohidlarni, jumladan Xitoyning ziyonkashligi sababli chet elga qochgan Uyg'urlarni Suriya mudofaa qismlari doirasiga kirgizgan. Suriya davlat xabar agentligi Sana Ahmad Shar'iyning Xitoy alohida elchisi Shi Xongwei bilan ko'rishganligini xabar qilgan. Ammo muzokara qilingan mazmunlar haqida tafsiliy ma'lumot bermagan. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy raisi Shi Jinping Asadni tashqi kuchlarning aralashishiga qarshi qo'llaydiganligiga va'da bergan bo'lib, 2011-yili Suriya ichki urushi boshlangandan buyon uzun muddatlik xalqaro jamiyatning embargo yurgizishi sababli chetga qiqilgan Suriya amaldorlari 2023-yili Xitoyni ziyorat qilgan. Bu jarayonda Shi Jinping yana Asad va ayolini rasmiy marosim bilan kutib, mehmondo'stlik ko'rsatib, xalqaroda oz uchraydigan fursat yaratib bergan. Xitoyda Xitoy virusidan texmi xatarlik yangi shabaran virusi bayqaldi. Xitoyda yangi tipdagi COVID-19 virusiga sabab bo'lgan SARS-CoV-2 ga o'xshab ketadigan, o'xshash shaklda insonlarga tez yuqadigan yangi bir shabaran koronavirusi bayqaldi. Xitoy mutaxassislarining tadqiqotiga asoslanganda Wuhan virusshunoslik institutida ishlaydigan va shabaran ayol deb tanilgan virusshunos Shi Jingni yetakchilik qilgan bo'lib, Hujayra jurnalida e'lon qilingan tadqiqotda Shi va uning guruhi HKU5 koronavirus bilan munosabatlik yangi bir virus bayqaganligini jakarlagan. Tadqiqotga asoslanganda HKU5-CoV2 deb atalgan bu yangi virus SARS-CoV-2 bilan o'xshash ACE2 qabul qilguvchisini ishlatib, odam hujayralariga bog'lanadi ekan. Mutaxassislar bu virusning hayvonlardan insonlarga bevosita yoki vositalik yuqish xavfining yuqori ekanligini bildirgan. Yangi bayqalgan HKU5-CoV2 virusining insonlarga yuqish iqtidorining ilgirki turlariga qaraganda texmi yuqori ekanligi bayon qilinmoqda. Kanada bosh ministri Ukrainani davomli qo'llaydiganligini bildirdi. Kanada bosh ministri Justin Trudeau Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiy bilan elib borgan telefon suhbatida davlatining Ukrainani davomli qo'llaydiganligini ta'kidlagan. Kanada bosh ministerlik mahkamasi tomonidan e'lon qilingan bayonotda ko'rsatilishicha, Justin Trudeau Ukraina prezidenti Zelenskiy bilan telefonda ko'rishgan. Ikki rahbar telefon suhbatida Ukrainani kuchli, demokratik va qudratli shaklda qayta qurib chiqish yo'lida ko'rsatishga tegishli diplomatik tirishchanliklarni muzokara qilgan. Ikki rahbar to'qinishlarni tinch yo'l bilan oxirlashtirish uchun Ukrainaning suhbat ustidan o'rin olishi kerakligini ta'kidlagan. Trudeau Kanadaning Ukrainani har doim qo'llaydiganligini eskartgan hamda davlatining Ukrainaga qaratilgan insoniy, harbiy va iqtisodiy yordamini izchil davomlashtiradiganligini qayd qilgan. U Rossiyaning Ukrainaning mudofaa sanoati sohasidagi tabiiy gaz va energiya muassasalariga qaratilgan yaqinqi hujumlarni ayblagan. Shundaqla Ukrainaning bexatarligi kapolatga ega qilinmag'icha Yevropada uzun muddatli tinchlikning mumkin bo'lmaydiganligini so'zlarga ilova qilgan. Hurmatli ko'ruvchilarimiz, shunaqla bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Inshaalloh atiki programmamizni ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.